Agar siz texnika va elektronika sotayotgan bo'lsangiz, lekin buyurtmalaringiz ko'paygani sari nazoratni yo'qotib qo'yayotgan bo'lsangiz, ushbu video aynan siz uchun. Texnika savdosida har bir buyurtma juda muhim, lekin ko'p bizneslarda buyurtmalarni turli joylarda saqlashadi. Telegram orqali yozilgan buyurtmalar, alohida yetkazib berish ro'yxati va boshqa joyda yuritilayotgan hisob-kitoblar sababli jarayon chalkashib ketadi. Natijada ba'zi buyurtmalar kech yetkazib beriladi yoki umuman unutib yuboriladi. Bu esa mijoz ishonchiga ta'sir qiladi. RoboSell esa barcha jarayonlarni bitta tizimga soladi. Buyurtmalarni qabul qilish, operator ishlashi, yetkazib berish va statistika hammasi platforma orqali boshqariladi. Agar siz ham ortiqcha bosh og'riqlarsiz onlayn biznesingizni tizimlashtirmoqchi bo'lsangiz, izohlarda tizim so'zini yozib qoldiring va biz siz bilan bog'lanamiz.